Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan kechagi o'yinlar haqida gaplashamiz. APLda ajoyib o'yinlar bo'lib o'tdi. Birinchi bo'lib boshlab olsak, APLdan xudo xolasa keyin katta o'yinlarga o'tamiz. Aston Villa o'z uyida Manchester Cityni qabul qildi. Manchester City Pep Guardiola shogirdlari yaxshi mavsum o'tkazishayotgan edi va Aston Villada yutqazib qo'yishdi kutilmaganda. Uni Emery shogirdlari o'ziga kelishni boshladi. Aston Villa va ana endi g'alabali seriyalarni boshlab oldi. Aston Villa va yana top klublarga bosh og'riq bo'lishni boshladi. Aston Villa Manchester City imkoniyatlar bo'ldi. Lekin Holland vaziyatlardan foydalana olmadi va Aston Villa ham ora-orada hujumlar qilib turdi va Brunoni ushlashga harakat qilmadi. Aston Villa ham ochiqchasiga o'yin ko'rsatdi va haqli ravishda 3 ochko qo'lga kiritdi. Pep Guardiola shogirdlari Liverpoolning mag'lubiyatidan keyin bir xil bo'lamiz deb mag'lub bo'lishdi. Albatta bu hazil. Va kuchi yetmadi Manchester Cityni. Bu turda mag'lubiyatga uchradi va Arsenal yana bir bosh og'riq Crystal Palace bilan Bruno hisobidagi g'alaba evaziga 3 ochko qo'lga kiritdi. Ezening goli bilan va Crystal Palace ham top klublariga bosh og'riq bo'layotgan bir paytda Arsenal yutishni uddaladi. Aslida yopiq o'yin bo'ldi. Arsenal hamda Crystal Palace. Arsenal zichroq bo'lib o'ynadi va o'ziga kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi va yaqqol APLda yaqqol peshqadamga aylanib oldi Arsenal. Va azizlar, El Clasico haqida gaplashamiz sizlar bilan. Kecha ajoyib o'yin bo'lib o'tdi. Santiago Bernabeuda Real Madrid hamda Barselona to'qnashuvi. Xabi Alonsoning birinchi El Clasicosi g'alaba bilan boshlandi. 2-1 hisobida Realning foydasiga va bu osonlikcha erishilgani yo'q. Real Madrid ajoyib pressing qildi va birinchi marta Barsani majbur qildi to'psiz o'ynashga. Birinchi taym Barselonaning anchadan beri bu holat kuzatilmayotgan edi. Barselona to'psiz o'ynadi deyarli birinchi taymda. Asosiy atakida o'zini ko'rsatdi. Pozitsion o'yinga Real Madrid birinchi taymda bermadi. Birinchi taym Realning katta ustunligida o'tdi desak ham bo'laveradi. Va Yamal, Rashford va Ferran Torreslar hech narsa qila olmadi. Va sizlar bilan taxmin qiluvdik, Fermin Lopezni chapga qo'yish kerak edi. U oldingi tur eng yaxshi o'yinchi bo'lgan edi Chempionlar Ligasida va El Clasicoda ham o'zini ko'rsatdi. Fermin Lopez va golini urdi. Va Barselonaning bu mag'lubiyati nimadan darak beradi? Bu Flickning kamchiligi Real Madridga koptoni topshirganida bo'ldi. Real Madrid zich o'ynab Barselonaga imkoniyat qoldirmadi hech qanaqasiga. Va hamma ko'rdi buni. Barselona birinchi bor to'psiz o'ynab atakada o'ynadi va bu ataka ham ish bermadi. Flickning sxemasi уже eskirayotgandek go'yo. Offside liniyasini ushlashda kamchiliklar kuzatilyapti. Mana endi bu mavsumdan boshlab oldingi mavsum zo'r yaxshi ish bergan edi bu
taktikasi va bu mavsum уже eskirgandek go'yo. Hamma yodlab olib bu kamchilikka davo topayotgandek go'yo hamma komandalar. Real Madrid ikkinchi taymda Koptoni Barselonaga topshirdi va atakida o'ynashni boshladi va Barselona shundan unumli foydalana olmadi. To'g'ri, markazdan yorib o'tish qiyin bo'ldi va qanotlarga urg'u berib o'ynadi Barselona. Qanotlar orqali markazga to'plarni oshirib, markazda yakunlovchi o'yinchi bo'lmadi. Lewandowski Arauxoni kech tashladi. To'g'ri, u hujumchi emas, lekin oldingi turlarda markaziy hujumda yaxshi o'zini ko'rsata olgan edi. To'g'ri, u himoyachiligi bilinadi. Lekin bu o'yinning hisobiga qanotlardan uzatmalarni golga aylantirib qolish ehtimoli bor edi va Flik bunda yo'l tutmadi va Garsiyani olib tashladi va uni markaziy himoyaga joylashtirdi Arauxoni. Oldingi mavsum Ancelottining boshiga tushgan voqea bu mavsum Flikka boshiga tushdi. Bu nimani aytmoqchiman hozir sizlarga? Ancelotti oldingi yil deyarli xuddi shunaqa holatga tushgan edi. Jarohatlar girdobi tinch qo'ymagan edi va Barselonada ham shu voqea hozir sodir bo'ldi. Balkim Rafinha yo Lewandowski safda bo'lganida balkim boshqacha shot bo'lishi mumkin edi. Lekin Xabi Alonso juda yaxshi tayyorgarlik ko'rilgani sezilib qoldi. Real Madrid nimani evaziga yutib ketdi Barselonani va Realning ustunligi pressingida bo'ldi. Barselonaga umuman Koptoni bermadi birinchi taym. Shu birinchi taymning o'zida gollar bo'ldi va birinchi taymning o'zi hal qildi bu gollar bilan. Birinchi taym umuman boshqa Real, ikkinchi taym umuman boshqa Real tushdi maydonga. Birinchi taymning taktikasi pressing orqali o'yin bo'ldi, pressing orqali o'yin qurildi va kerakli gollar urildi va ikkinchi taymda Koptoni Barselonaga topshirib va atakida o'ynashni plan qilgan ekan Xabi Alonso va bu o'zini deyarli oqladi. Ikkinchi taym ham lekin 2-1 qaltis hisob edi va Real Madrid buni ushlashni uddaladi va o'ziga kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Real Madrid muxlislarini tabriklaymiz azizlar. 4 ta El Clasico'dan keyin va mana 5-El Clasico'da Real Madrid Barselonani taslim etdi. Barselona oldingi mavsumchalik o'yinini qilmadi. Bu Realni faqat bir yo'l bilan to'xtatib qolishning iloji bor edi. Barselona bu yo'lga urg'u bermadi bu mavsum. Bu o'yinda va Realni gollar bilan qayta hujumlar qilib, xuddi oldingi mavsum o'ynagani kabi Real 1-0 va 2-0 va даже 3-0lardan ham chiqib ketgan va qayta hujumlar qilib gollar urganida Barselona balkim o'nglana olmas edi. Lekin Xabi Alonso bu kuchli jamoalarga qarshi va nihoyat g'alaba qozondi. Kelganidan beri 3 ta kuchli jamoa bilan o'ynadi va birinchi g'alabasi birinchi o'yini o'zi PSJga qarshi bo'ldi va unda hali jamoaga deyarli moslashmagan edi. Klublar bo'yicha jahon chempionatida va 4-0 mag'lubiyatga uchradi va keyingi yirik komanda bilan o'ynagani Atletico Madrid va unda ham mag'lubiyatga uchradi va bu Barselonani taslim etdi bu o'yinda. Kuchli jamoalarni qanaqa qilib taslim etishni yo'lini topdi va nihoyat Xabi Alonso va barcha Real muxlislarini tabriklaymiz.
va Real o'ziga kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi va La Ligada peshqadamga aylanib oldi. Va Atletico Madrid bu turda bugun o'ynaydi va g'alaba qozonsa Barselonaga yaqinlashib oladi. Do'stlar, bu shunchaki futbol. Bugun yutgan jamoa ertaga yutqizishi mumkin. Yamalning gap so'zlariga kelsak, Yamal professional futbolchi va bu professional futbolchining gapi emas edi bu. Va kimdir bunga to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri tushuntirish kerak. Davrada Messi va Ronaldolar ham o'yindan oldin gapirishmagan va o'yindan keyingi mulohazalar bunaqa shov-shuvli bo'lib ketmagan. Yamal uchun bu obro'siga putur yetkazishi mumkin. Yamal ajoyib o'yinchi. Bunday holatlar futbolning kayfiyatini tushirib qo'yishi mumkin. Hammamiz yaxshi o'yin va chiroyli o'yin tarafdorimiz va sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz azizlar. Sog' bo'linglar.